6-cı qism Türkiy xalqlarının Yevropada qurgan dövlətləri. 1-ci bab Yevropa Hun imperiyası. 1. G'arbiy Hunlarning Yevropa Hun imperiyasini qurishdan burunqi ahvoli. Ulug' qudratlik Hun imperiyasi milodidan 209 yil burun qurilib, milodining 216-yilgacha hukm surgan. Milodining 48-yili g'arbiy va sharqiy, ya'ni shimoliy va janubiy Hunlarga bo'linib ketgan. Sharqiy Hunlar tarixda kechirgisiz jinoiy yo'lga mengib, g'arbiy Hunlarni mag'lub qilishda boshqalar uchun qon to'kdi. G'arbiy Hunlar milodining 90-yillari Sharqiy Hunlar bilan Xan sulolasi qo'shinlari tarafidan og'ir mag'lubiyatga yo'liqqandan keyin sharqda Barko'ldan tortib, g'arbda Aral dengizi orasidagi nihoyat keng territoriyaga berib joylashgan. Shuningdan boshlab, g'arbiy Hunlar milodining 150-yillargacha Xan sulolasiga tahdid silib turgan. G'arbiy Hunlarning shu mazgildagi, ya'ni milodining 90-yillardan 150-yilgacha ahvoli haqida Xan sulolasining Dunhuangdagi valisi Jangdang milodining 132-yili Xan sulolasi podshohi Xan Shuandiga milodining 126-yilidan 144-yilgacha podshoh bo'lgan. Yozgan maktubida shimoldagi asrlar, ya'ni g'arbiy Hunlarni demakchi. Xoni G'oyan xon hamisha Barko'ldan tortib Aral dengizi orasida aylanib yurdi degan. Tarixiy xotirlarga qaraganda shu chog'dagi g'arbiy Hunlarning poytaxti, ya'ni milodining 90-yillardan 150-yillargacha hozirgi Kuchaning shimolidagi Tangri tog'lari etaklaridagi Tekes, Kunas atroflarida bo'lgan. Jungoning tarixiy yilnomalarida g'arbiy Hunlarning milodining 150-yillardan keyingi faoliyati to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Lekin milodining 147-yili qudratlik Sampilar imperiyasini qurgan Tanishxuy milodining 150-yillari Uysunlarni bo'ysundirib olgan edi. Mana shu ahvolni hisobga olganda, g'arbiy Hunlar Sampilardan cho'chib, milodining 150-yillari Barko'ldan tortib Aral dengizigacha so'zilgan territoriyaning sharqidan ko'chib, texmi g'arbga ketishga majbur bo'lgan bo'lishi ehtimol. Shu sababdan g'arbiy Hun tangriquti milodining 150-yillari qeyri ojiz Hunlarni Zebendir xonligida, ya'ni milodining 150-yillaridan milodining 6-asrgacha hukm surgan. Qoldirib, jangchi bo'lishga yaraydigan qovul kishilardan kuchlik jangovar otliq qo'shin tashkil qilgan. Qonli xonligi territoriyasiga O'rta Osiyodagi Amo daryosining shimoliy taraflari, Balqash ko'li bilan Aral dengizi orasidagi joylar kiratdi. Qonli xonligi aslida Hunlarga biqinadigan davlat bo'lsa-mu, keyingi chaqlarda Hunlar bo'linib, tarixiy dushmanlari bilan bo'lgan urushlarda mag'lub bo'lib, ojizlashib ketganda mustaqil bo'lib olgan. Professor A. Zaki Validi To'g'anning ma'lumotiga qaraganda, milodining 216-yillari Hunlar davlatining poytaxti hozirgi Qozog'istonning g'arbiy qismida Aral taraflarida edi. Yuqorqi ma'lumotdimi g'arbiy Hunlarning milodining 150-yillardan keyin Qongliga ko'chib ketganligini isbotlaydi. Qandaq bo'lmasin, g'arbiy Hunlar hozirgi Qozog'istonning g'arbidan tortib Volga daryosining bo'ylarigacha so'zilgan cheksiz territoriyada, ya'ni dala, yayloq, o'rmonlarda bir necha asr yashab, ya'ni milodiy 2-asrdan 4-asrning 50-yillargacha darmon yig'di. Avdi tarixda, ya'ni Qibchan dalasi deb atalgan territoriyada yiroqdan qaraganda yop-yeshil o'tloqlar ichida go'yo g'ozning oppoq tuxumidek ko'ringan minglagan to'malligan o'tovlar, ya'ni oq kigiz uylar ko'zga cheliqib turadi. G'arbiy Hunlar milodining 90-yillari Janubiy Altaydan o'tib, Sharqiy Yevropaga borgacha 10 ming kilometrga yaqin nihoyat uzun masofani besib o'tdi. Shunimi aytib o'tish kerakki, milodining 90-yillardan 350-yillargacha bo'lgan mazgilida g'arbiy Hunlarning jangovar faoliyatiga yetakchilik qilgan Hun tangriqutlarining nomi tarixda ma'lum emas. 2. Balimirdan Atillagacha.
ya'ni milodining 375-yilidan 434-yilgacha. G'arbiy hunlar milodining 350-yillarga kelganida dahshatlik dengiz to'lqinidek qo'zg'alib, Yevropaga qarab yuzlandi. Shu chaqda hunlar ichidan Balimir otliq bir xon tarix sahnasiga chiqdi. U Batur Tangriqut, ya'ni O'g'izxonning 15-chi, Qutqush Tangriqutning 9-chi avlodi edi. Baturlikda, qat'iy irodalikda, strategiya taktikada o'z ajdodlaridan zodi qilishmaydigan Balimir milodining 355-yillari Kaspiy dengizining bo'ylarini ishg'ol qildi. U milodining 374-yili Volga bo'yiga besib keldi. Balimir shu yili Sharqiy Yevropadagi Qora dengizining shimoli bilan g'arbiy shimolga joylashgan Alanlar davlatini yo'qotdi. Uningdan keyin Alanlarga qo'shni bo'lgan Sharqiy Gotlar, ya'ni Sharqiy Germanlar davlatini yo'qotdi. Sharqiy Gotlar davlatining xoni Irman Narix o'zini o'zi o'ltirdi. Bunda xatarlik ahvoldan qo'rqib ketgan g'arbiy Gotlar, ya'ni g'arbiy Germanlar o'zining xoni ata tarixining yetakchiligida Donay daryosidan o'tib, Roma imperiyasidan panoh tiladi. Balimir milodining 378-yili Donay daryosidan o'tib, Trakiya, ya'ni hozirgi Ruminiyaga besib kirdi va g'arbiy Gotlarni bo'ysundirdi. Balimir dal shu mezgilining o'zida Barsiq va Qursiq otliq 2 nafar qo'mondonlarining yetakchiligida nurg'un Hun qo'shinlarini O'ttir Sharqqa mangdirdi. Barsiq bilan Qursiq Don daryosidan o'tib, Kavkaz tog'laridan halqib o'tib, kichik Osiyoga yurish qildi. Ular Quddusgacha besib bordi. Ular ondan keyin Falastindan qaytib, O'ttir Anadol, Sharqiy Anadol, Ozarbayjon orqali Kavkaz tog'laridan eshib, Qora dengizining shimoliga keldi. Onlarning bu yurishi 20 yil davom qilib, milodining 398-yili oxirlashdi. Dal shu chaqda, ya'ni milodining 395-yili bir butun Roma imperiyasi g'arb va sharqdan iborat 2 qismga bo'linib ketdi. Yevropada bundaq ahvolning yuz berishi onlar uchun nihoyatda yaxshi sharoit yaratib berdi. Birinchi yulduz, ya'ni 400-yillardan 410-yillar. Milodining 400-yili imperator Balimir olamdan o'tdi. Uning o'g'li Yulduz imperator bo'ldi. Yulduz Yevropada Vandallar, Burgundilar, Saksonlar, Almanlarni bo'ysundirdi. Yulduz milodining 406-yili G'arbiy Roma imperiyasini yo'qotish uchun Italiyaga besib kirdi. Shu yili avgust oyida Pavia maydonida, ya'ni Italiyada Yulduz qo'mondonligidagi Hun qo'shinlari bilan Radiagis qo'mondonligidagi G'arbiy Roma qo'shinlari o'ttirsida nihoyat qattiq urush bo'ldi. Urushda Hunlar g'alaba qozondi. G'arbiy Roma qo'shinlarining bosh qo'mondoni Radiagis o'ldirildi. Yulduz shu g'albadan keyin Royin daryosidan o'tib, G'arbiy Yevropaga yurish qildi. U milodining 405-yilidan 409-yilga chiqilgan yurishlarida Donay daryosining janubiy qismiga besib kirib, Sharqiy Roma imperiyasining, ya'ni 395-yilidan 1451-yilgacha hukm surgan xeyli ko'p o'lkalarni besib oldi. Yulduz Yevropa Hun imperiyasining taxtida o'ltirgan mezgilida, ya'ni 400-yillardan 410-yillar Qozog'istondan tortib Reyn daryosigacha so'zilgan nihoyat keng territoriyadagi xalqlarni bo'ysundirib, Osiyo bilan Yevropani asosan birlikka keltirdi. U Bo'g'isi O'g'izxon, ya'ni Batur Tangriqut qurgan imperiyaga tang keladigan ulug' bir davlatni vujudga keltirdi. Ikkinchi, Qora Ton 410-yillardan 415-yillar. Milodining 410-yili Yulduz G'ayri Roma imperiyasining poytaxti Rimga besib kirib, shaharni insoniyatning yodidan chiqmaydigan darajada vayron qilib tashladi. U shu yili olamdan o'tdi. Uning o'g'li Qaraton imperator bo'ldi. Qaratonning Bonchok, ya'ni Monchok, Oktar, Roga, ya'ni Roya, Ayrbas otliq 4 o'g'li bor edi.
Bu oğullardan Ayribas Hunlar imperiyasining g'arbiy qismiga, O'xtar bo'lsa sharqiy qismiga ilikxon qilib tayinlandi. Qaratonning vaqtida, ya'ni 410-yillardan 415-yillar, ularning harakatiga asosan uning o'g'illari yetakchilik qilgan. 3. Attila 434-yillardan 453-yillar. 1. Attilaning imperator bo'lishi. Milodining 415-yili Qaraton olamdan o'tdi. Uning o'limidan keyin milodining 415-yilidan 434-yilgacha bo'lgan 20 yil ichida Yevropa Hun imperiyasiga Qaratonning Bonchok, ya'ni 415-yillardan 422-yillar Roya atliq o'g'illari imperator bo'ldi. Bonchokning Bilda va Attila atliq ikki o'g'li bor edi. Bilda milodining 395-yili tug'ilgan. Attila milodining 400-yili tug'ilgan edi. Bonchok milodining 422-yili olamdan o'tganda, ularga uning aksi Roya imperator bo'ldi. Royaning vaqtida, ya'ni 422-yillardan 434-yillar, Bilda Hun imperiyasining g'arbiy qismiga, Attila sharqiy qismiga ilikxonlar nomi bilan hukmronlik qilishatdi. Attila Hun imperiyasining sharqiy qismiga ilikxon bo'lsa-mu, u tag'isi Royaning qishida turadi. Roya Attilaning harbiy talantiga hayron bo'lib, uning ulug' bir qo'mondan bo'lishiga ko'zi yetgan edi. Milodining 434-yili Roya olamdan o'tdi. Qoida bo'yicha Bilda Hun imperiyasiga imperator bo'lishi lozim edi. Chunki u varislik huquqiga ega bo'lgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, har jihatda aksi Bildandan ustun talantga ega bo'lgan Attila imperator bo'ldi. Keyin Bilda milodining 445-yili 50 yoshida o'ldirildi. Yevropa Hun imperiyasiga Attila imperator bo'lgandan keyin onlar misli ko'rilmagan dahshatli kuchga aylandi. Attila milodining 447-yili Sharqiy Roma imperiyasiga hujum boshlab, uning poytaxti Konstantinpol, ya'ni hozirgi Istanbulga qistab keldi. Romaliklar Istanbulni saqlash uchun har yili Attilaga 2100 lira oltin yasoq to'lashga majbur bo'ldi. Bir nishtamning aytishiga qaraganda, ularga g'ayri Roma imperiyasimi har yili 700 pond oltin yasoq to'lab turgan. Har yili to'laydigan bundaq yasoqlardan İran Sasaniylar sulolasimu, ya'ni 224-yillardan 650-yillar chetda qolmagan. 2. Katalyon urushi. Attila milodining 450-yilgacha Sharqiy Roma imperiyasiga hujum qilib, Balqandagi Roma shaharlaridan 70ni besib oldi. Attila G'arbiy va Sharqiy Roma imperiyalarining birlashib hujum qilishidan ansirab, avval G'arbiy Roma imperiyasini yo'qotib, butkul Yevropani bo'ysundirishga bel bog'ladi. Attila shu niyatini amalga oshirish uchun milodining 451-yili 500 mingdan ortiq nihoyat cho'ng qo'shinni boshlab, Reyn daryosidan o'tib, Fransiyaga besib kirdi. Attila shu qitimqi yurishga mangdigan chig'ida nihoyat tantanalik, yolqinliq nutq so'zlab mundaq degan: "Biz urushni yot millatlarga ilib ketyapmiz. Millatimizning hayvatlik nomi ularni qo'rqitib titirtidi. Ehtimol biz o'lib ketishimiz mumkin. Lekin yer osmonni zilzilaga keltirgan ishimiz mangu yashaydi. Bizning avlodimiz uningga varislik qiladi." Attila milodining 451-yili G'arbiy Yevropaga qarab qilgan yurishida Fransiyadagi Metzi, Reymsi qatorliq shaharlarni oldi. Attila Parijning janubidagi Orleans shahriga qistab kelib, Ispaniyaning sharqiy qismiga besib kirdi. Bu chaqda G'arbiy Roma imperatori Valentin, ya'ni 423-yillardan 455-yillarda imperator bo'lgan. G'arbiy gotlar fransuzlar bilan ittifoqlashib nihoyat nurg'un qo'shin to'pladi. Tarixchilar aytgandek, eng oxirgi ulug' Romalik nomini olgan Apgiz, ya'ni Atios boshchiligidagi G'arbiy Roma qo'shinlari, ya'ni ittifoqchilarmi buning ichida Attilaga qarshi yurish qildi. Attila Ispaniyaning sharqidan chekinib,
Fransiyadagi Sina daryosining ikki g'oli o'ttirisidagi Katalyon dalasida to'xtadi. Aygiz boshchiligidagi 600 mingdan ortiq g'arbiy Roma qo'shinlari Attillaning keynidan qo'g'lab, Katalyon dalasiga yetib keldi. Qadimki chaqda yuz bergan milliy urushlar ichida eng dahshatli urushlar qatoridan o'rin olgan, ya'ni Katalyon urushi milodining 451-yili 24-aprelda boshlandi. Qadimki tarixchilarning yozishicha, urush shundoq qattiq, dahshatli bo'lganki, Sina daryosining suyi qip-qizil qon bo'lib oqqan. Katalyon dalasini odam, at o'liklari, o'tmi-to'shuk bo'lib ketgan qardan chiqqan qalqonlar, sungan nayzlar, qilishlar, o'qyalar, bashaqlar qaplab ketib, tirik odamlar mingishqa zodi mumkin bo'lmagan. Chunki o'z mustaqilligini bahosiz, aziz jinidanmu afzal ko'rgan Yevropaliklar hech nimaga qaramay jon tikib urushgan bo'lsa-mu, o'zining mag'rurligi, jangovarligi, botirligi bilan dunyoni titirtib, ko'p chaqlarda o'z dushmani ustidan g'olib kelib, shon shuhrat qozonganligi bilan Yevropani vahimaga solgan hunlarmu odatdan tashqari qahramonlik bilan urushgan. Katalyon urushida bir necha yuz ming kishi yordar bo'lgan bo'lsa, 165 ming kishi o'lgan. G'arbiy gotlarining podshohi Teodorik hunlar qo'lida o'lgan. Buningga chidamagan g'arbiy gotlar shahzodasi otasi Teodorikning qisosini elish uchun kechda hunlarga nihoyat dahshat bilan hujum qilgan. Attila hun harvalarini qator tizib, mudofaa to'saqlarini barpo qilib, g'arbiy gotlarning hujumini qaytargan. O'z umrida munda qonliq urushni ko'rmagan Attila hun qo'shinlarini Katalyon dalasidan chekindirib, Reyn daryosining sharqiy qirg'iga o'tib ketgan. Aygiz boshchiligidagi g'arbiy Roma qo'shinlari nihoyat og'ir talofatga uchrab, halsirab ketganligidan hunlarni qo'g'lab zarba berishga mag'duri yetmagan. 3. G'arbiy Romaning qaram holga tushirilishi. Attila Katalyon urushi maydonidan qaytibla Shimoliy Italiyaga besib kirib, nurg'un shaharlarni vayron qilgan. U G'arbiy Romaning poytaxti Rim shahrini besib olib, G'arbiy Roma imperiyasini yo'qotishga kirishdi. Andishi ichida qolgan G'arbiy Roma imperatori Valentin Papalio I Attilaning oldiga avatib, sulh qilishni o'tindi va qandoq talablar bo'lsa, G'arbiy Roma imperatorining shartsiz ko'ndiganligini bildirdi. Onlar bilan G'arbiy Roma orasida sulh tuzildi. Sulhga binoan Valentinning Hunrian otliq qizi Attilaga yotliq qilingan va har yili hunlarga to'laydigan oltinning miqdori ma'lum chekda burunqidan ko'paytirilib 2100 lira oltinga yetkaziladigan bo'lgan. Mushu sulhdan keyin G'arbiy Roma hunlarga butunlay degidek qaram bo'lib qolgan. 4. Attilaning o'limi. Hunlar vahimasidan yaproqdek titirgan Yevropadagi podshohlar Attilaga ilojsizlikdan xushomat qilishib, uningga nurg'un qimmatli narsalar bilan sovg'a salom yo'llagan. Ba'zi podshohlar Attilaga o'z qizlarini yotliq qilishgacha berib yetgan. Attila milodining 453-yili podshohning Ildiko otliq qiziga uylangan. Ildiko to'y kechasi Attilaga oltin qadahda zahar selingan sharobni ishkuzgan. Tong etishiga oz qolganda Attilaning eg'iz va burnidan o'qdek qon etilib chiqishga boshlagan. Ildiko qo'rqib, as-hushini yo'qotgan. Attila shu yo'sinda qonga bo'yilib o'lgan. Onlar burunli tayyorlab qo'yilgan oltin sandiqining ichiga Attilani yotqizib, ondan keyin oltin sandiqni kumush sandiqqa, kumush sandiqni po'lat sandiq silib, sandiqlarning eg'izini mahkam bekitgan. Onlar bu ishni o'rindigandan keyin Donay daryosining suyini to'sib boshqa tarafga oqqizib, daryoning asli tegini cho'nqur ko'lab, Attilaning jasadi silingan 3 qat sandiqni shu yeriga ko'mib, daryoning suyini asli qini bo'yicha oqqizgan. Demak, Attila Donay daryosining ostiga dafn qilingan. U hozirgacha 3 xil metalldan yasalgan 3 qavat sandiqning ichida yotsa kerak. Attila bo'g'isi O'g'izxonga o'xshash ulug' istilochi, ya'ni bo'ysundirg'ichi bo'lib, u dunyoviy hukmron bo'lishni oldiga maqsad qilib qo'ygan edi.
4. Hunlarning Yevropada o'ynagan roli. Yevropa Hun imperiyasi Attilaning davrida, ya'ni 434-yillardan 453-yilgacha nihoyatda kuchaydi. Shu chaqda Yevropa Hun imperiyasining territoriyasi ichiga sharqda Aral dengizidan tortib, g'arbda Attilaning okean qirg'oqlarigacha, shimolda Baltiq dengizidan tortib, janubda Donay daryosigacha bo'lgan joylar kirgan. Attila sharqiy va g'arbiy Roma imperiyasiga bir necha qitim hujum qilib, ularni og'ir mag'lubiyatga uchratdi. Yevropa Hun imperiyasining imperatori Royaning vaqtida, ya'ni 422-yillardan 434-yillar, g'arbiy va sharqiy Roma imperiyalari onlarga qaram bo'lib qolgan edi. Bunda qaramliq Attilaning vaqtida texmi og'irlashdi. Sharqiy Romaning onlarga har yili to'laydigan siliqi 360 lira oltin bo'lgan bo'lsa, 435-yilidan boshlab 700 liraga, 433-yilidan boshlab 2100 liraga ko'paygan. G'arbiy Roma imperiyasi mo onlarga har yili ko'p miqdorda siliq to'lab turadi. Attila milodining 450-yilidan boshlab G'arbiy Roma imperiyasiga nihoyatda og'ir tahdid selib, uning poytaxti Rimni vayron qilib etishga tasliq qolgan. G'arbiy Roma imperiyasi haqoratlik, to'limi yo'lsiz shartlarga ma'qul bo'lish orqali Rimni vayronchilikqa uchrashdan saqlab qoldi. Attila Yevropaning xili nurg'un shaharlarini vayron qilib, dunyo tarixida kishi anglasa qo'rqqidek yomon ta'sir qoldirgan edi. Shuning uchun Yevropada, ya'ni Attilaning eti oyoq bosgan yerga o't unmaydi degan so'z tarqalgan. Ularning Yevropada bir asr, ya'ni 374-yillardan 467-yillar ilib borgan faoliyati Yevropa xalqining hayotida xilma-xil rollarni o'ynagan. Lekin ularning Yevropada o'ynagan salbiy roliga qaraganda, uning o'ynagan ijobiy roli nihoyat cho'ng tarixiy ahamiyatga ega. Onlarga qaram bo'lib inovati to'kilib, hayvisi yer bilan yakson bo'lgan G'arbiy Roma imperiyasi o'lim girdoviga kelib qolgan edi. Bundaq yaxshi fursatni qo'ldan bermagan qullar, qaram xalqlar G'arbiy Roma imperiyasiga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Attila qullar, qaram xalqlarining qo'zg'olonini qo'lladi. Qo'zg'olonchilar onlarni o'zlarini qulluqdan, qaramliqdan qutqizguchi deb tonishdi. Shu sababdan G'arbiy Roma imperiyasi tavasidagi qullar, qaram xalqlar onlarning G'arbiy Roma imperiyasiga qilgan hujumlarga yordam berdi. Bulubmu Attilaning qilgan hujumlari G'arbiy Roma imperiyasining og'dirilishini tezlatibla qolmay, balki Yevropadagi qulluq tuzumning yimirilib, feodallik tuzumning o'rnatilishiga turtki bo'lgan edi. Bu jihatdan olganda, onlar Yevropa tarixida nihoyat cho'ng tarixiy ahamiyatga ega ijobiy rol o'ynadi. Onlar buningdan boshqa Yevropa xalqlarining cho'ng kuchayishiga sabab bo'lgan. Roma imperiyasi onlarning qattiq zarbisi ostida qolganligidan Gotlar va boshqa millatlarning Rim imperiyasi territoriyasiga ko'chib kirishini to'siy olmadi. Roma imperiyasi territoriyasi ichida o'ltiraqlashgan Gotlar va boshqa millatlarmo Yevropada qulluqdan yimirilib, feodallik tuzumining o'rnatilishiga shart-sharoit hozirladi. 5. Onlarning keyingi taqdiri. Attilaning 6 o'g'li bor edi. Uning Arqon otliq bekasidan Ilik, Dingizik, Ernik otliq 3 o'g'il tuqqan. Buningdan boshqa yana Hirnoq, Chisba, Artik otliq o'g'illarmi bor edi. Attilaning vafotidan keyin uning cho'ng o'g'li Ilik imperator bo'ldi. Shu chaqda Gotlar, Gig'dilar isyon ko'tardi. Milodining 454-yili onlar bilan isyonchilar orasida bo'lgan urushda Ilik o'ldirildi. Uning ukisi Dingizik imperator bo'ldi. U milodining 454-yilidan 469-yilgacha onlarga boshchilik qildi. Dingizik milodining 469-yili Sharqiy Roma imperiyasiga hujum qilish uchun ketayotganida Donay daryosining tuvidagi iqinda bo'lgan urushda o'ldirildi. Uning beshi Konstantinpolga keltirilib sazoy qilindi. Dingizik o'ldirilgandan keyin Yevropa Hun imperiyasi tugadi.
Shuningdan boshlab, onlar bir nechaga bo'linib ketdi. Qora dengizning shimolida, Azo dengizining g'arbiy shimolida ularning Qo'tirg'ur qabilasi, Don daryosining tuvan iqinida O'tirg'ur qabilasi makonlashdi. Bu ikki Hun qabilasi Sharqiy Romaning kuch ko'rtishi natijasida bir-biri bilan o'zaro urushib turdi. Milodining 545-yili Sharqiy Roma imperatori Yostian, ya'ni 527-yillardan 565-yillarda imperator bo'lgan. O'tirg'ur xoni Sandiklini Qo'tirg'urlarga qarshi atlandirdi. Sandikli Qo'tirg'urlarni mag'lub qilib, ulardan ko'pini qirib tashladi. Ammo Qo'tirg'urlarning xoni Zaburgan qisqa muddat ichida kuch to'pladi. U milodining 558-yillari qish faslida Hun qo'shinlarini boshlab, muzlagan Donay daryosidan o'tib, Konstantinpolga yaqinlab keldi. Lekin Romaliklar poytaxtini Hunlardan saqlab qoldi. Zaburgan Don dalasiga qaytib kelib, Sandikliga qarshi urush boshladi. Shu chaqda turklardan yengilib, Osiyoning sharqidan, ya'ni hozirgi Mongoliyadan Yevropaga kelgan avarlar ikki Hun qabilasini mag'lub qildi. Hunlar Attilaning vafotidan keyin ancha uzun o'tmayla bo'linish, o'zaro urushish, boshqalarning fursatdan foydalanib qilgan hujumlari natijasida ojizlab, burunqi qudratlik holatini yo'qotib, kichik xonliqlarga aylanib ketdi. Yevropa Hunlarining madaniyati to'g'risida fransuz tarixchisi va jug'rofiya olimi Frank Ginrat mundaq deb yozgan edi. U zamongacha Yevropaliklarga noma'lum bo'lgan ichki kiyimlar, at jabduqlari, onlarning atlarini egarlash usullari, harbiy va otliq qo'shinga doir nurg'unlagan ishlar, ko'plagan jug'rofiyaviy ismlari va mazmunlar, Yunonliklar, Rimliklar, Galillar va Germanlarga noma'lum bo'lgan va Hun atlarga misli ko'rilmagan ustunliklarni bergan. Atlarni bezashga oid nurg'un ishlarning hammasi Hunlardan o'ginib, qabul qilingan edi. G'arbiy Roma imperiyasining eng oxirgi imperatori Romus, ya'ni 475-yillardan 476-yilgacha imperator bo'lgan. Nomidan G'arbiy Roma imperiyasini idora qilgan Ursti Attilaning sobiq ofitserlaridan edi. U harbiy ta'limni Hunlardan o'rgangan edi. Italiyaga hokim bo'lgan Odo Akramu Attilaning vazirlarining birisining o'g'li edi. Yevropa Hun imperatorlari. Imperatorlar 1. Balmer 374-yillardan 400-yillar. 2. Yulduz 410-yillardan 490-yillar. 3. Qaraton 410-yillardan 415-yillar. 4. Bunchok 415-yillardan 422-yillar. 5. Roya 422-yillardan 434-yillar. 6. Attila 434-yillardan 453-yillar. 7. Bilda, ya'ni bu o'rtaq imperator 434-yillardan 445-yillar. 8. Ilik 453-yillardan 454-yillar. 9. Dingirik 454-yillardan 469-yillar. Yevropa Hun imperiyasining poytaxti Tisa, ya'ni Vengriyada, daryosining bo'yida edi.